Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi sanamiz 2025-yil 7-iyun sanasida Qurbon hayiti mana 2-kuni. Barchalarini kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Bu videomizga like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Sizlarga hozir mana fantaziya shoftolini ko'rsatib boramiz. Fantaziya mana navli shoftolimiz holatini ko'ringlar. Bu bir qator terildi. 1-iyun sanasida 1-iyun sanasida birinchi terimi terilgan. Hozir mana qolgan mevalari ham yetilib qoldi. Sizlarga ko'rsatib boramiz. Ranglari ham juda ham chiroyli bo'lib, ikkinchi terimiga tayyor bo'ldi mana. Mana sizlarga boshqa tupini ham ko'rsatib boramiz. Mana bular ham kalibrlari juda ham chiroyli bo'lib, kattalashib yetildi. Bu fantaziya shoftolisi pishganda ezilib ketmaydi. Qattiq shoftollardan bo'ladi mana. Pishganda ezilib ketmaydi bu shoftoli. Rangini ko'ringlar, mana ranglari juda ham chiroyli bo'lib, ikkinchi terimiga tayyor bo'lyapti. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor. Ko'chatlarni dastavka qilib yetkazib berish xizmatlari, ko'chatlarni ekib berish xizmatlari hammasi bizda mavjud. Boshqa mevalarni ko'chatdan ham bor. Mana shoftolini holatini ko'ringlar. Mana sizlarga mana nokni ham mana videolarni qo'yib beramiz. Bu nokta holatini ko'ringlar. Mana xudo xolasa noklarimiz ham pishib yetilib qolay deyapti. Xudo xolasa shu oyda oxirlariga karmen noklarimiz videolarini qo'yamiz. Terilayotgan jarayonlarini, pishib yetilgan holatlarini karmen nokda sizlarga xudo xolasa videolarni qo'yamiz. Bizni kuzatib boringlar. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya bosib, like bosib bu videomizni mevali ko'chatlardan bog' qilaman deganlarga jo'natib qo'yinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Shredder savxozida. Mana bugungi videomizda ikkita mevani mana qo'ydik. Bu tomonda mana fantaziya shoftolisi, mana bu tomonda mana noklarimiz.